Davlatimiz rahbarining 2024-yil dekabr oyidagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida viloyatimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Karmana tumanidagi dala chetlarining tashlandiq 1 gektar yer maydoni o'zlashtirildi. Batafsil ma'lumotlar muxbirimiz lavhasida. Viloyatda mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 400 gektar yer maydoniga mevali ko'chatlar ekildi. Jumladan dala chetlariga 255 gektar maydonda gilos, olxo'ri, behi, uzum, bodom va chilonjiyda kabi 301.500 dona mevali ko'chatlar ekildi. Shuningdek, kanal va kollektorlar atroflariga 145 gektar yerga ko'chatlar ekilib, E-fito platformasiga kiritildi. Bundan tashqari dala chetlaridan samarali foydalangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tadbirkorlarga 154 ta ichki fitosanitariya sertifikatlari berildi. Ayni kuz mavsumida dala cheti hamda kanal kollektorlar atroflariga mevali ko'chatlar ekish bo'yicha 189 gektar maydon belgilangan. Ushbu jarayonlar O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tasdiqlagan grafik asosida davom ettirilmoqda. Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazimiz tomonidan dala cheti maydonlaridan tuproq namunalari olindi. Olingan tuproq namunalarini tahlil qilish uchun laboratoriyaga jo'natilmoqda. Tahlil qilingandan so'ng tuproqdagi ta'minlanganlik darajasiga qarab tuproqni mineral o'g'itlarga bo'lgan talabini ishlab beramiz. Ishlab chiqarilgan kartogrammalardan so'ng shu fermer xo'jaliklariga keltirib topshiramiz. Fermer xo'jaliklari qo'llanma asosida foydalanadi. Tarkibidagi mineral o'g'itlarni qancha berishligini bilgandan so'ng yerga shunga qarab ekin turini aniqlaymiz. Dala chetidan unumli foydalanishga zavorda atrofidan 1 gektar yer ochdik biz hozir. Mana bu ham endi qo'shimcha daromadga kiradi. Mana shu yerga hozir biz ana shu zavorlarning cheti sho'r bo'ladi. Sho'rga chidamli ekin ekamiz birinchi bo'lib, hozir ana shu yerga qishga arpa ekmoqchi biz hozir. Arpani yig'ishtirib olgandan keyin sho'rga chidamli ekin bu tariq bo'ladi ikkinchi ekin. Keyin tariq ekamiz. Ana shu 1 gektar yerdan masalan 4 tonna arpa olsak ham o'sha ham bizning xo'jaligimizga qo'shimcha daromad bo'ladi. Keyin buni atrofiga o'sha sho'rga chidamli mevali va manzarali daraxtlardan qurmoqchi biz hozir. Shu bilan birga qaror ijrosini samarali ta'minlash maqsadida viloyat tumanlarida amaliy seminarlar ham tashkil etilmoqda. Amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar qishloq xo'jaligidagi yerlardan unumli foydalanish, mevali bog'lar maydonini kengaytirish va aholi turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.